Toshkent shahar Sergeli tumanida 2 sotuvli kottejimizni xonadonimizga kirishimiz bilan chap qo'limizda yozgi oshxonamiz bor. Ko'rishingiz mumkin, qozon o'choqlarni qo'yib qo'yishgan, juda ham chiroyli qilib qo'yishgan, bezatib qo'yishgan. Fasadlarimizdan ko'rishingiz mumkin. Hovlimizdan o'zida mana hojatxonamiz bor. Chiroyli qilib dizaynlar qilib qo'yishgan, remontlar qilib qo'yishgan. Yashil zonalarimiz bor. Mana bu yoqda archalar ekib qo'yishgan. Mana endi xonalarimizga kirib ko'ramiz. Xonalarga kirishimiz bilan mana ichlarini ko'ryapsizlar. Juda ham bir chiroyli dizaynlar qilib qo'yishgan. Kirishimiz bilan uyimizga chap qo'limizda kattagina qilib oshxonamizni qilib qo'yishgan. Stol qo'yib mehmon kutadigan joy juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. To'g'ri xonamizda bu yoqda zal kattagina ko'ryapsizlar. Dizaynlarni, remontlari juda gap so'z bo'lishi mumkin emas, yevro remont. Bu yog'imizda yana bitta xonamiz bor. Bu yoqda mana birinchi etaj uchun tualet, hammom, dushlarimiz bor. Remontlarni ko'ryapsizlar, juda ham bir chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yoqda yana bitta xonamiz, spalnya qilsalar bo'ladi, родительский spalnya qilishi juda ham bir chiroyli variant. Mana endi podvolimiz ham bor, bu yerda podvolimizga tushib ko'ramiz. Podvolni ham ko'ryapsizlar, remontlar qilingan, juda ham kattagina sport zal qilib qo'yish uchun. Bu yerda ham PlayStation qo'yib yosh bolalarga juda ham bir podvol sifatida ishlatsalar bo'ladi. Ikkinchi etajimizga chiqib ko'ramiz. Ikkinchi qavatda zinalarimizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir chiroyli qilib yog'ochli qilib qo'yishgan zinalarimizni ko'rib baxtli ochiladi. Remontlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas, okajonim. Opajonim ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda yana bitta katta xonamiz, zal sifatida ham, spalnya sifatida ham ishlatsalar bo'ladi. Remontlarni ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafimizda mana balkonimiz bor, xonamizning oxirida. Bu xonamizga ham kirishimiz bilan ko'rishingiz mumkin. Juda ham bir shinamgina chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yoqda mana balkonimiz bor. Balkonimizga chiqish eshiklari ko'ryapsizlar, eshiklar ham prochni juda ham bir sifatli ishlatishgan. Hamma narsa ishlatilgan narsa bu yoqda sifatli. Uyimizning pastda ko'rinishi ko'rishingiz mumkin mana. Bu yog'imizga katta xonalar remontga gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zlariga qilgandek qilishgan remontni. Ikkinchi qavatda mana katta hovlimizni ko'rdinglar. Bu yoqda mana qizlar uchun, ayollar uchun, qiz farzandi borlar uchun xona qilib qo'yishgan, juda ham bir chiroyli remontlar qilib qo'yishgan. Bu yoq qo'limizda mana yana ikkinchi qavat uchun dushovoy, hammom, hojatxonamiz bor. Ko'rishingiz mumkin, juda ham remontlari gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi qavatimizda mana endi bu murskoy o'g'il bolalar uchun xonamiz. Remontlarni ko'ryapsizlar, juda ham bir so'mli remont, chiroyli remont qilib qo'yishgan, serozniy remont qilib. Holimizni ko'ryapsizlar, stol, televizorlar qo'yib qo'yish uchun ikkinchi qavatda juda ham keng holimiz bor. Ko'ryapsizlar. Zinalarimizni qaranglar, zinalarimiz ham juda ham chiroyli. Dizaynlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xonadonimizni qurgan odam o'zim yashayman deb qurganlar. Endi buni sotish to'g'ri kelib qoldi. Ko'ryapsizlar. Uyimizning ichkaridan ko'rinishi, mana hovlimizni ko'ryapsizlar. Keyingina bitta mashina smelo sig'adi, bemalol bitta mashina sig'adi. Yashil zonalarimiz bor, podvolligi bilan 3 etaj bo'lyapti, 3 qavatli kottejimiz. Narxi $185,000 deyapti. Okalarimizda sunnatiga kelishib o'tib beradigan joylari bor. Narxiga uyimizda shokoladli ekan, ko'rishingiz mumkin.